Ayollar ham erga rahmat jonim yoki dadasi yoki begim, Yaxshiyam borsiz. yaxshiyam borsiz, biz uchun shuncha harakat qilyapsiz. Ko'cha, hurmatli ayollar, ishoning, ko'cha juda ham Shafqatsiz. shafqatsiz va jang maydoni. Uni orasidan tirik chiqib kelayotgan eringizga rahmat deng. Rahmat sizga, biz uchun shuncha halol mehnat qilib, qiynalib, qiyinchiliklar bilan peshona teringiz bilan bizni yediraman, ichiraman, kiydiraman, boshpana qilaman deb yugurib yuribsiz. Ishoning, mana erkaklarda aksariyatiga bor-ku. Juda ko'p erkaklar, biznesmenlar, katta biznesmenlardan suhbatlashgan, so'raganimizda aytganda, menga degan bitta mashinani o'zi yetadi degan. Shu uy qilib ham yashayman shuni degan. Mana shuncha qurayotgan uylarim, qilayotgan narsalarimda hammasi degan ayolim va farzandlarim uchun degan. Ota-onam uchun, ayolim, farzandlarim uchun degan.